Rossiyadagi tinimsiz qilingan qo'ng'iroqdan bezovta bo'lgan Sharofat aya o'g'illaridan xavotir ola boshladi. Katta o'g'li shu yerda, ikkita o'g'li esa Rossiyada edi. Har telefon jiringlaganda katta o'g'li Nizom aka tashqariga chiqib ketardi va juda xafa holda qaytardi. Bu holat 60 yoshdan oshib qolgan onaxonga shubhali tuyulardi. Nizomjon o'g'lim, tinchlikmi? Nega bezovtasan? Ukanglar yaxshimikan? Ha, enajon. Ular onasini ena deyishadi. Hammasi yaxshi. Salom aytib yubordi, deya aravani quruq olib qochardi. Aslida kenjato 21 yoshdagi ukasi Muslimjon vagondan chiqqan olovdan qattiq kuygandi. Sheriklaridan bittasi voqea joyida halok bo'lib, 3tasi bemorxonaga joylashtirilgandi. Bu shum xabarni onasiga aytishni xohlamagan Nizom aka har gal telefon jiringlaganda uydan chiqib gaplashardi. Ammo ona qalbi sezardi. Shu tarzda 2 kun o'tdi. Kechki soat 9larda yana qo'ng'iroq bo'ldi. Nizom aka tashqariga chiqib ketdi. Alo, eshitaman. Akajon, akajon, yig'lagan holda katta ukasi gapirardi. Akajon, Muslimjonni berib qo'ydik. Akajon, ukamizdan ajralib qoldik. Hayotini saqlab qola olmadik, akajon, deya zor yig'lardi. Nozim aka yerga yiqila yozdi. Sekin o'tirib, ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, nega axir? Nega axir? Yo'q, deya achchiq ko'z yoshlar qilardi. Telefondagi aloqani uzish ham esidan chiqdi. Ikki aka ikki yoqda turib, jigargo'shasining bevaqt o'limidan qon yig'lardi. Bu ham yetmagandek qorong'u tun qora bulutlari yomg'irni quyib yubordi. Nizom aka onasini eshitmasin deya tashqarida yuragi bo'shashguncha dod deb yig'ladi. Oradan 1 soatlar o'tib uyiga kirdi. Onasi uxlab yotardi. Nizom aka kasalmand onasini ayardi. Qizargan ko'zlarini artib, ayolining oldiga kirdi. Ayoliga bor gapni aytdi. Kelin ham qaynisining bevaqt o'limidan qon yig'ladi. Eshik va derazalarni ochib, poygakka sham yoqib qo'ydi. Qorong'ilikdan chirqiragan qalblar sham yorug'ida g'ira-shira ko'rinardi. Er xotin bir vaqtgacha yig'lashib uxlab qolishdi. Oh bu tun, oh ukajonim jonini olib ketgan tun. Ertasi kuni Nizom aka yashirincha tayyorlanardi janozaga. Tashqarida mung'ayib o'tirgan onaxon o'g'lidagi o'zgarishni sezardi. Yana Rossiyadan telefon keldi. Tobutni ertasi ertalab olib borishini aytishdi. Nizom aka onasiga aytishga qaror qildi. Ena, bugun kechasi Muslimjon bilan Ma'ruf Rossiyadan kelishadi. Nega? Nega bo'lam, tinchlikmi? Onaxonning yuzida xavotir paydo bo'ldi. Ha, enajon, Muslimjonni ozgina mazasi qochibdi. Kelib davolanadi. Yo'q, aldama bo'lam. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? deya onaxon yig'lay boshladi. Nizom aka bir amallab enaxonni yupatardi. Ammo Sharofat aya halovatini yo'qotdi. Hali bu hech gap emasdi. Hammasi oldinda edi. Ertasiga ertalab atrof sokin va osuda. Nizom saharlab turib nimanidir kutardi. Hamma joy toza va orasta. Kattagina mashina kelib darvoza oldida to'xtadi. Nizom aka yig'ini to'xtatolmay yugurib darvozani ochdi. Mashina kirib keldi. Ma'ruf mashinadan tushib Nizom aka bilan yig'lagancha quchoq ochib ko'rishishdi. Ular bir muddat kuygan jigarlarini, bag'rlarini bir-biriga bosib, jigarim deya yig'lardi. Bu holatni ko'rgan tosh yurak ham yum-yum yig'lardi. Onaxon kelini va nabiralari bilan bu o'ng'aysiz manzaradan hayron tashqariga chiqishdi. Ma'rufjon yugurib borib, "Enajon" deya onasini quchib, o'kirib yig'lay boshladi. Uni bu holatdan faqat achchiq yig'i qutqarardi. "Ma'rufjon bolam, nega yig'laysan? Nega yig'laysan bolam? Omonmisan? Yaxshi keldingmi? Qani meni kejjatoyim? Qani meni Muslimjonim?" deya atrofga alanglardi. Mahalla ahli yig'ilib borardi. Shu payt odamlar mashinaning orqasidagi tobutni tushirib, hovliga yaqinlashib kelardi. Sharofat aya nima bo'layotganini anglaganday bo'ldi va hazm qila olmay, "Yo'q, yo'q bolam, bolajonim, Muslimjonim" deya qarlikka xos munkillab tobutga yopishdi. Tobutni odamlar yerga qo'yishga majbur bo'lishdi. Onaxon tobutni quchoqlab, "Bolam, bolam turgin, jon bolam, turgin"
bag'rimga kelgin jon bolam, olajonim, deya tobutni ochishga harakat qilardi. Ammo Ma'ruf, enajon, ochmang ena, deya onasini tortib bag'riga bosardi. Jigarporasidan ayrilgan onaxon tobutga bosh urib o'ksib yig'lardi. Butun mahalla, qarindoshlar va 2 qizi ham ukasining janozasiga kelishdi. Tobutni onaxonga ko'rsatishmadi.